Havotodan shifo topib kelganlaringga, shu joyda eslab bilib kelganlaringga o'zi bir katta bir ne'matdir. Muhtaram, shu boshimizdan tashabbuslari bilan shu joylarda ham mana qarang, eng chekka hudud Jizzaxdan kelganlar biladi. Musiqasi bu yuzi odamni ham kayfiyatini ko'taradi. Yaxshi qo'shiqlar bo'lsa, o'ynaydi, qon tomirlarimiz yurishadi. Yegani olib sportga yuguramiz-ku. Ertalabdan ayollar trotuar qilib qo'ydi, yurishadi. Mana shunday ko'cha ayollar yurishadi. U yurishgandan o'ynagan ham bo'ladi. Uyda bitta yolg'iz o'zi o'tirib, qo'shiqni qo'yib o'ynasa yoki kayfiyatini o'zi ko'tarsa, bu odamning tanasiga energiya beradi. To'g'rimi? Shuning uchun aytgan ekan shoir: "Tumtayma do'stkinam, tumtayma hayhot, tumtaygan odamga tumtiyar hayot. İnsonga eng oliy baxt kulib yurishdir, yurakdan kulmoqlik eng oliy ishdir" degan ekan. Shu o'zlaringga birov e'tibor bermasa ham, pochcham, akam, farzandlaring e'tibor bermasa ham, "Oyjon chiroyli bo'lib ketibsiz, bugun bo'zgachasiz" demasa ham, oynaga borib, ko'zguga borib o'zlaring hey deb qo'yaveringlar. Chunki o'zlaringga kayfiyatlarini ko'tarib olasizlar-da. Insonga bu ham ruhan tarbiya beradi. Yoqimli ishtaha tilaymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun ko'pchilik bo'lishni istadim. Obir Ahmad Allohning zilol suvlari. Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom bilan Hojar onamizni Sahroy Kabirga borib tashlaganlarida Zamzam suvini, bulog'ini bizlarga yaratdi. Shunday bir Obir Ahmadning suvini ko'rdik hozir. Shu jannat makon diyorda sizlar bilan, Munis onajonlarim bilan birgalikda. Lekin hoji dodalarim kirib ketib qolishdi shu suvdan qo'rqib. Sizlar biz bilan birga onajonlarimni umrlari ziyoda bo'lsin. Sizlar uchun, otalarimiz uchun, onalarimiz uchun oqa suzgancha og'ira qo'shiqlarini kuylab turamiz. Yoqimli ishtaha. Labzi halol rostgo'y bo'lurlar, ezgulikka oshno yururlar. Hayzli davron sururlar, otasidan duo olganlar. Baxtlilarning og'zida kulolmay chiqdilar, kimni sevayorsa so'ylamay baylik. Toranında Şişen bağlı fakat labında bağladan şu dizgeledi. Şişen bağlı fakat labında bağladan şu dizgeledi. Sevmedim yani şu dizgelem bütün faygüllerden şeraylı sen canım bana usullerden. Alloh taologa yana bir bor hamd sanolar bo'lsin. Mana shunday yorug' jahonda keltirdi. Azizlar, hech kimsa tanlamas ekan ota onani. U kimdan tug'ilsa shudur onasi. Uni kim yaratsa shudur otasi. Qay kuyga duch kelsa shu zamonasi. Azizlar, bir minut otamiz haqqi hurmati, onamiz haqqi hurmati yorug' jahonda ko'rsatgan Alloh taolo insoniyat qilib yaratdi, jonizotlari ichida eng onlisi qilib yaratdi bizni. Shunga mos bo'lgan holatda. U kimdan tug'ilsa shudur otasi, uni kim yaratsa shudur onasi. Qay kuyga duch kelsa shu zamonasi, yangilash mumkindirlik zamonani. Ota-yu onani aslo hech qachon, u menga hukmdir umring tongida, ehtimol 100 karra o'zgarsa jahon. 365 kun bor, yillar aylanadi. 365 kun bir yilimiz o'tadi. Aylanar zamon, u kimdan tug'ilsa shudur otasi, uni kim yaratsa shudur onasi. Qay kuyga duch kelsa shu zamonasi,
yangilash mumkindirlik zamonini, ota-yu onani aslo hech qachon. U menga hukmdir umring tongida, ehtimol 100 karra o'zgarsa jahon. Bulardan nolima, otadan onadan nolima gunohdir. Hatto tana toshlar ham otmoqli bekor. Mard bo'lsang sen o'zing bo'lganda ota yo ona bularni gunohin qilmagin takror. Bularga qara qosh ko'zin sanagan ajinin sana. Ko'z aynak taqmasdi avvallar bundoq. Tik qaddi bukilib qolyapti ana. Bularni barchasi seni deb farzand, seni deb yillar jangida o'tgan, nimaiki topibdi oqmi qora non, qo'shqo'llab avvalo u senga tutgan. Yemasdan yedirgan, kiymasdan kiydirgan, yo'lingni tozalab balo qazodan, aybingni bekitib bolam deb yurgan. Baxtingni tilagan kunda azonda. Otalarimiz, onalarimiz haqqi ketgancha qaysi davrada ota uchun, ona uchun gapirmay, qarsak chalmay, qo'lim ertalabgacha tolib qovorgancha qarsak chalaman otam uchun, onam uchun. Otalarimiz, onalarimizni bitta qarsak chalib beringlar. O'tganlarni Alloh rahmatiga olsin. Onajon bo'ldi. Onajonlarim ham bor, otalarim ham, mehmonlar kelib qopti vodiylarda. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Nima edi? Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Chappar urib gullagan bog'im, o'par edim vatan tuprog'im. Bu go'zal O'zbekiston kim yozgan? Hamid Olimjon, Jizzaxning farzand azizlar. Vodiylarning Sanadamdayı Hayısı makam sarlayı Firoza yaku sani hayıs kam yohari Sağlarda bulupta Sağında barıya Ozin savin kalbına Gitmezsin bakmayı Sanatoriya bu Jizzax viloyatidagi xayr xavotar sanatoriyasi. To'g'rimi? Xayr xavotar uchun bitta qarsak onalarimiz uchun. Ulug'lashdan tonmagin, qardishini olmagin. Ulug'lashdan tonmagin, qardishini olmagin. Attang qilib qolmagin. Onajoning nozi qil, volidangni rozi qil. Attang qilib qolmagin. Onajoning nozi qil, volidangni rozi qil. Bu sizlarga xizmat qilayotgan mana shu joyda xodimlarning haqqiga kim duo qilib beradi men uchun? Erkak kishi. Keling aka, endi meni joyimda aka, qani yangam borlarmi? Yangam. Shu insonlar, mehmonlar hammamiz shu yerga kelib turib, xayr xavotar sanatoriyasini izlab keldik. Qancha biz Xorazmdan, Qoraqalpoqdan, xullas O'zbekistonning turli viloyatlardan kelib mana dam olib, shu yerda yosh insonlar, mana Xayrlajon akalari, mana Sherzodbek hamma oilasi bilan shu joyni obod qilib, yana shu dam oluvchilarga sifatgoh qilib, shu
şöyle yaxshi sharoitlarni yaratib qo'ygan ekan, ularga kattadan katta rahmat deymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, neki yaxshi tilaklari bo'lsa ijob bo'lib qolaversin. Bu yerda qanchalik insonlar davo topib, qanchalik insonlar bu yerda xayrli ishlarni ularga yaxshi xayrli duolar qilib ketmoqdalar. Shuning uchun mana bugungi osh qilib aziz dam oluvchilarga dasturxon yozib, shu dasturxon atrofida o'yin ko'rchi qilib, mana ukamiz Murodbek, san'atkor Murodbekning ashulalarini bahramand bo'ldik. Uka san'atingizga san'at qo'shilsin, ilohim umring uzoq bo'lsin. O'zbekiston xalq artisti deb unvonni olishga musharraf bo'lgaysiz. Shu ishlaringizni rivoji bo'lsin. To'ylardan, yaxshi kunlardan boshingiz chiqmasin. Topganingiz yaxshi kunlarga buyursin. Şurada o'tirgan insonlarni neki dardlari bo'lsa shifo bersin. Ilohim shu uyiga sog' salomat yetib borsinlar. Mana bu yerda xizmat qilayotgan yaxshi insonlar va ayollar, erkaklar bor. Ularga kattadan katta rahmat deymiz. Mana doktor Saburjon, hamma akalarga, hamma singillarga katta rahmat deymiz. Ulardan biz mamnunmiz. Sherzodbek, ilohim shu inshaalloh sadaqangiz qabul bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin. Hamma uyiga sog' salomat yetib borib, o'ynab kulib, inshaalloh izi davom qilib kelib davom inshaalloh rahmat hech kimni baxtga yetmasin, shu kunlik davom qilaversin inshaalloh. Agarda siz tabiat qo'ynida sof kislorod va haqiqiy orom topadigan maskan izlayotgan bo'lsangiz, unda bu video aynan siz uchun. Ushbu suv 1336 metr chuqurlikdan chiqib, 48 gradus issiqlikda hamda 18 xil makro va mikro elementlarga ega. Inson tanasidan 10 dan ortiq kasalliklar ushbu suvdan davoladi. Sizni bu yerda 3 mahal issiq ovqat, 20 ga yaqin fizlicheniyalar hamda malakali shifokorlar ko'rigi kutib oladi. Manzilimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, ushbu joy Jizzax viloyati Yangiobod tumanida joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, bir kurs licheniyamiz 10 kun davom etadi. Atiga 3 million so'm.